kelin o'zini familiyasini erini familiyasiga o'zgartiradi. Mumkin emasmi? Mumkin emas, harom, qat'an harom bu. Bu falonchani qizi, masalan deylik, Fatima Abdullohning qizi. Lekin bunga turmushga chiqqandan so'ng Fatima Hasanboyning qizi bo'lib qoladi. Nega? Chunki bu ruslardan qolib ketgan, o'sha paytda quldorchilik bo'lgan, ruslar qulni olishsa, ular ismiga o'tkazishgan. Adoption deydi-yu. Adoption. Ruslar o'zini ism familiyasini majburlab o'sha nima qilingan. Bizga shu narsa urf bo'lib sekin-sekin qolib ketgan. Agar ayol erga tegsa, erini familiyasini olish kerak. Bu aslida harom. Endi bilmay qilgan bo'lsa, Alloh taolo kechiradi. Bizda bunaqa narsa majburiy bo'lgan, yo urfda bo'lgan, hamma yaxshi deb bilgan, Alloh taolo kechirguvchi zot. Tavba qilsa, qo'ldan kelsa o'zgartirsin. Ya'ni yangi pasport olganda, nima qilganda o'zgartirsin. Kelmasa, Alloh taolodan istig'for so'rasin.